Yaxşımısızlar köpçülük? Bugün sizlarga paçaq bolo tayyor usulini olib keldim. Avval An-Nuri xushpurak shalguri guruchidan 1 kilogram guruchni ilib, pokiz yuvib, ilmon suvchilab tayyor qilib olamiz. Bosh piyoz va qizil seriq sabzlarni qalam chiqib to'g'raymiz. Ondan qozonni qizitib, An-Nuri tunji siqim 1 organik zig'ir yog'idan 120 gram qozonga quyib, yog' qizganda bosh piyozni silib, orqadan qizil seriq sabzlarni silib, takshi qurib, pochaqni silib, davomli quriymiz. 20 gram tuz va 5 gram butun zir silib, takshi aralashtirib, 1000 ml suv quyib, 10 minut atrofida qaynatib olamiz. Vaqt to'shqandan keyin 5 gram oq shakar silib, ondan guruchni takshi yetib silib, tuvoqni yepib, 12 minut atrofida guruchni dimlaymiz. Vaqt to'shqanda guruchni sabziga tekkizatmay aralashtirib, guruchni takshilab, cho'kini bir qanchaga sanjib, yana davomli 15 minut atrofida dimlaymiz. 注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来。 Vaqt to'shqandan keyin guruch bilan sabzini takshi aralashtirib, pocha qilib iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Sizmi uyingizda sinab ko'ring. Yurak berib, inkas yozishni unutmang. 你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那